Parova отоплениеге moslashgan pechkamiz tugandi inshaalloh. Bugungi xizmat modada bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. O'shunday pechkaning ichine kotyol tig'ib, buyursa 3-komnat koridor dushiga ulaytirgan qilib rastab ketdik buyursa. O'tlarni jandirib qo'ydik. Hamma jandı. Aynektik eshiklar menen bo'ldi buyursa bu xizmatimiz. Nemetskaya sistemada 3 оборотlik 2 uyning o'rtasına salangan pechkani arkasına kotyol tig'ib berganmiz buyursa. O'shunday bo'lgan kotyollarni tudabrat kabadachasini chiqarib qo'yamiz inshaalloh. Endi sekin montajini qilaveradi. Bu yoqda bir komnata bo'lib qoladi. Koridor, yo burchda dushovoy bo'lib qoladi inshaalloh. O'sha radiatorlar ulasa dele bo'laveradi. Kimga o'shunday xizmatlar kerak bo'lsa 559 62 62 42 ga WhatsAppdan chiqasizlar. So'ranish WhatsAppdan chiqqanda adresingizni aytib, qanday pechka solish kerakligini aytib, SMS qilib yozib qo'ysanglar, inshaalloh biz javob berib qo'yamiz.